dada. Meni g'ururimni, sha'nimni o'ylamadingmi? Kechiring dada. Kalta o'yladim. Mana shu turishingni ko'rguncha ko'zlarim ko'r bo'lib qolsa bo'lmasmidi? Kechiring. Dadajon, kechiring. Iltimos. Seni oq libosda, kelin libosda chiqarmoqchi edim. Nega? Nega nomingga dog' tushirding? Padaringga ming la'nat. Senday behayo qiz tarbiyalagan menga ming la'nat. Dada, unaqa demang. Kechiring dada. Meni kechiring, iltimos. Dadasi. Dadasi. Kechiring. Og'ir bo'ling. Hey! Qaysi ota o'z zurriyotiga yomonning ravo ko'radi, ha? Bu faqat hayvonlarning qo'lidan keladi. Biz esa insonmiz-ku. Aqlimiz bor-ku. Qizim. Nega berilgan aqlni ishlatmading? Xato qildim. Meni kechiring dada, iltimos sizdan. Hech qachon kechirmayman. Dadasi. Sen o'z nomusingga dog' tushirding. Meni esa yer bilan bitta qilding. Dadasi. Senday farzandim borligidan uyalib ketyapman. Sendan rozi emasman. Dada, unaqa demang. Dada, Dadasi. kechiring. Dada. Dadasi. Dada. Kechiring meni. Endi nima qilaman? Dadam mendan norozi bo'ldi. Endi nima qilaman? Dadasi to'xtang. To'xtang. Nima deysan yana? Nima deysan? Dadasi, o'zingizni qo'lga oling. Qizimni to'yiga deb katta buqaboq ketgandim. Nilufar shaharda o'qiydi. Qizimni to'yi bekami ko'z o'tsin deb chorvachilik bilan shug'ullandim. Shu meni ishimmi? Qizim niyatlarimni beliga tepdi. Qancha do'stlarim uni so'rayapti. Kelin qilishga. Onasi, tushun. Bizni qizimizda qornida bolasi bor deb aytamanmi? Ustimdan odamlar kuladi-ku. Aslida menda ham ayb bor dadasi. Qizimni kontraktini to'lashim kerak deb daladan kelmadim. Men u yerda qora terga botib yurganimda, qizim bu yerda